Davlatimiz rahbarini 2026-yil 16-fevralda qabul qilgan 22-sonli farmoniga asosan Sharof Rashidov tumanida 6 ta og'ir toifadagi mahallalar kiritilgan bo'lib, bu mahallalarni infratuzilmasini yaxshilash, ishsizlar sonini kamaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish maqsadida ushbu farmon ijrosidagi belgilab berilgan vazifalar bo'yicha Sharof Rashidov tumani ham o'z dasturlarini ishlab chiqdi hamda bu keng jamoatchilik o'rtasida o'rganib, tahlil qilib, muammolar, takliflar ham kiritildi. Bundan ko'zlangan maqsad albatta o'sha og'ir toifadagi mahallalarimizni yanada yuksaltirish, ularni ichki o'sha infratuzilmasini yaxshilash, ayniqsa ichki yo'llar, ko'cha yoritgichlari, piyodalar yo'lakchalari hamda bolalar sport maydonchalari yaratish, sog'lomlashtirish markazlari tashkil qilish va mahalla yettiligini xonadonboy yurib, har bir xonadonni muammolarini o'rganib, muammolarni yechimini raqamli mahalla platformasiga joylashtirib, u orqali shu muammolarni yechimini yechish masalalari ham ko'zda tutilgan. Mana asosan viloyatimiz bo'yicha mana shu farmon ijrosi yuzasidan kambag'allik va ishsizlikni sonini kamaytirish uchun 3,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratish hamda ishsizlar va kambag'allar sonini kamaytirish masalasi ham ko'rilgan. O'zim Sharof Rashidov tumani Qulpsar mahallasida rais bo'lib ishlayman. Mahallamizda 2025-yilda salkam 20 dan ziyod ishsiz xotin-qizlarimiz, yoshlarimizni biz tadbirkorlarga ish bilan ta'minladik va bu davom etyapti. Mana bugungi kunda bizda ishsiz yoshlarimiz 16 nafarni tashkil etadi. Hamda bu ishsiz yoshlarimizni ham hozir o'zimizni viloyatimizdagi katta-katta ishlab chiqarish korxonalariga, zavod fabrikalariga ishga joylashtirish masalasini ham ko'rib, ular bilan shartnoma tuzish masalasini ham ko'ryapmiz. Yana bitta quvonchli xabarni aytaman, aynan uyda o'tirgan xotin-qizlarimizni o'zini o'zi band qilish, ish bilan ta'minlash maqsadida biz Sharof Rashidov tumanida Bagira firmasi 30 dan ziyod xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minladik. Bu ham o'sha ayollarimizni ish bilan ta'minlanishi, oilasini moddiy va ma'naviy tomondan o'z hissasini qo'shishi, farzandlarimizni tarbiyasiga anchayin ta'siri borligi quvonarli. Davlatimiz rahbarining 2025-yil dekabr oyidagi tashriflarida aynan mana shu Qulpsar mahallasini kesib o'tadigan asosiy yo'lni ta'mirlash, aholiga qulaylik yaratish masalasi bo'yicha juda katta pul mablag'i ajratilib, bugungi kunda rejasi ishlab chiqilyapti, dasturlari tasdiqlandi. O'ylaymanki, keyingi choraklarda bu ishlar ham amalga oshiriladi. Anchagina aholiga qulaylik yaratiladi. Mana bugungi kunda bizni O'zbekistonimiz eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shildi, tan olyapti, rivojlangan davlatlar tan olyapti. Albatta, bu farmon bugungi kunda ayni vaqtida, ayni davrida qabul qilingan farmon desam mubolag'a bo'lmaydi.